Hammaga xayrli kech qizlar. Bugun mana Koreyadan bir nechta kosmetik zakazlarimiz yetib keldi. Hozir obzorni boshlaymiz. Xo'p, dastlab penka bilan tonerlar. Cosrx'da pH balansi kam bo'lgan toner penkasidan zakaz qilingan. Qizlar, bu juda ham bestseller penka, juda ko'pchilik biladi. Ayniqsa uxud qilib yurganlar bo'lsa, bu penkani ta'rifini juda yaxshi bilishadi. Yuzni quritib yormaydi, juda ham muloyimlik bilan tozalaydi, dag'al teksturasi yo'q. Rosa zo'r penka, obyomi ham katta. Ko'proq bu normal hamda kombinirованный yuzlar uchun zo'r tushadi. Keyin mana Dr. Circle'dan choy daraxtli penka zakaz qilingan. Bu ko'proq o'sha tinchlantirish xususiyatiga ega. Mana shu yog'li kombi yuzlar uchun rosa zo'r tushadi. Dr. Circle ham nomer 1 brendlardan butun dunyo bo'yicha. Hamma narsalari zo'r chiqadi. Alteyani penkasidan zakaz qilingan. Bu aminokislotali teksturasi gellik, kremli tekstura emas. Buni ko'proq o'sha kombi hamda yog'li yuzlar uchun tavsiya qilaman. Aminokislotalar yuzni juda ham zo'r tozalaydi qizlar. Keyin bu Alteyani narsalari ham hozir trendda rosa zo'r narsa sotilayotgan. TikTokda ham, Instagramda ham qachonki o'sha reklama bo'yicha ketsa, Alteyan narsalari juda ham zo'r sotilyapti. Keyin mana Sambaymi ugrilar bilan kurashadigan seriyasi bu. Buni penkasida zakaz qilingan. Yuziga doim ugri toshib yuradigan qizlar uchun aynan zo'r narsa, chunki tarkibida sensella bor 15%, plus choy daraxti, ya'ni ko'k choy daraxtidan qo'shilgan, testdan o'tgan dermatologik testlardan. Doimiy ugri toshib yuradigan qizlar doim ishlatsa, rosa ham zo'r effektini beradi. Zo'r narsa bu ham ugriga. Medipilda peptidli penkasidan zakaz qilingan. Bu quruq yuzlar uchun ayni muddao. Bu ham premium kompaniyalardan Medipil ham narsalari ham rosa zo'r chiqadi. Keyin o'sha dermatologik holatlarga ham javob beradi. Ya'ni allergiya chaqirmaydi, har xil narsalar toshirmaydi, juda ham yumshoq penkalar. Tenzeroni limonli penkasidan zakaz qilingan. Sitrusiy narsalarni ko'proq yog'li kombi yuzlarga tavsiya qilaman qizlar. Byudjetli penka kerak deganlar uchun zo'r narsa bu. Keyin Manioni yog'li yuzlar uchun chuqur tozalovchi penkasi. Nima uchun aynan yog'li deyapman? Sababi bu chuqur tozalaydi qizlar. Shuning uchun rost mana yuzingizda yog'ni his qiladigan qizlar uchun tavsiya qilaman. Manio ham premium kompaniyalardan biri. Keyin buni nimasi yoqadi menga? Manio hayvonlarni himoya qilish bo'yicha tashkilotga homiylik qilishadi. Bular o'sha har bitta olayotgan mahsulotingizdan nechidir foizi o'sha tashkilotga o'tadi, xayriya tashkilotiga. Bu brendda ham yaxshi odzivlarni ko'rganman beauty blogerlardan. Endi qizlar, kelgan penkalar mana shular. Endi tonerlar. Dr. Dona Roundla firmasini penkasini tonerdan zakaz qilingan. Qizlar, bu tonerni uxud qilib yurgan qizlar juda yaxshi biladi. Hamma yuzga tushib ketaveradi. Namlantirish xususiyati rosa zo'r. Buni bo'lib olsanglar ham bo'ladi qizlar. Tarkibi o'sha to'liq dengiz mahsulotlaridan qilingan. Buni ham beauty blogerlar 5 yulduz berishgan bunga ham. Уже kачествоsi rosa zo'r. Endi Cosrx'da vitamin C lik tonerdan zakaz qilingan. Bundan avval o'zim ishlatganman qizlar. Rosa ham zo'r effektini bilasizlar. Dog' bilan kurashadigan qizlar bor, sepkillar bilan kurashadigan qizlar bor. Mana shular uchun zo'r narsa vitamin C. Vitamin C o'zi nima uchun kerak? Yuzimizni yorqin taralishi uchun, chiroyli ko'rinishi uchun kerak vitamin C. Hamma ishlatsa bo'laveradi buni. Keyin Jigotda kollagenlik tonerdan zakaz qilingan. Kollagenlik toner bu yerda ham ochartirish xususiyati bor, ham ajinlar bilan kurashish xususiyati bor. Lifting uchun, возрастной uchun kurashayotgan qizlarga zo'r narsa bu. Ko'proq 30 yoshdan katta qizlarga tavsiya qilaman. Endi Jumisoni vitaminli tonerdan zakaz qilingan. Qizlar, bu nima desam bo'ladi? Bir xazinadek gapda. Chunki hamma vitaminlar bor tarkibida. Bunaqa vitaminli tonerlar kam. Aynan 3 ta zakaz qildim. Lekin ko'proq zakaz qilmoqchiman keyingi zakazimda. Hamma vitaminlar bor, tarkibida askorbinoviy kislota bor, niacinamid bor. Bular yuzni ochartirish uchun,
aknelarga qarshi kurashish uchun, ulardan qolgan dog'lar bilan kurashish uchun ham zo'r narsa qizlar. Buni upakovkasi bor, shuning uchun ocha olmadim buni. Keyin Dr. Surical'da probiotikli nimasi bor. Tonerdan zakaz qilingan. Bu ham rosa zo'r, ayniqsa quruq yuzlar uchun rosa zo'r tushadi. Yuzni yaxshigina namlantirib beradi, ayniqsa yuzni baryeri shikastlangan bo'lsa, quriyotgan bo'lsa, mana shuni balansini zo'r ushlab beradi. Buni ham ikkiga bo'lib olsanglar bo'ladi. Manioni whitening tonerdan zakaz qilingan. Buni dog' bilan kurashayotgan qizlar bo'lsa, tavsiya qilaman. Oqartiruvchi xususiyatiga ega buni. Ham tarkibida AH, BH, LHchaga bor. Ya'ni yuzingizni tashqi qavatiga ham, ustki qavatiga ham o'sha hech qanaqa zarar yetkazmaydigan, himoya qilib beradigan tonerlardan biri. Bundan bir donagina kelgan xolos. Keyin mana qizlar Farmstay'ni asallik tonerdan zakaz qilingan. Farmstay'ni men odatda faqat qo'l kremlardan zakaz qilardim. Bu safar mana shu saytda ko'rib qolib, toner yoqdi menga. Chunki propolisli tonerlar har doim effekti zo'r bo'lgan. Bu yerda hozir propolislik tonerni hammaga tavsiya qilaman qizlar. Nafaqat dog' bilan kurashayotgan qizlar, balki hammaga tavsiya qilaman, chunki asallik narsalar yuzga haqiqatdan zo'r effekt beradi. Keyin byudjetniy variantdagi toner bu. Byudjetniy variant. Ham sifati zo'r, ham byudjetniy variant.